Cankarım. Bizde adamda bir tamçıyam günahı yok. Bizde adamda bir tamçıyam günahı yok. Adamdıcı 2017 Lagerga keyin 3-4 aydan keyin qamoqqa kirib ketgan. Dadamdan bunaqa yo'q. Dadamni chiqaringlar iltimos. O'zim qalay iltimos. Dadamdan bunaqa yo'q. Dadamni chiqaringlar iltimos. O'zim qalay iltimos. Sharqiy Turkistondagi aholining asosan ko'pchiligini Uyg'ur millatiga mansub musulmonlar tashkil etadi. Jami 2 millionga yaqin musulmonlarni qamoqqa olishgan va ularga jismoniy hamda ruhiy zo'ravonliklar o'tkazishmoqda. Uyg'urlarni o'z dinlaridan voz kechirish uchun har qanday jazolarni qo'llashmoqda. Hamda Xitoylar o'zlarining bu iflos va jirkanch ishlarini xalqni qayta tarbiyalash deb nomlashmoqda. Astag'firulloh. Kechagina tarixda ochidan o't yeb yurgan, bugun esa hatto yeb yurgan tulkilar bizni aka-uka opa-singillarimizga qanday qilib tarbiya bera olishligi mumkin? Axir Xitoylar o'zlari azaldan tarbiya ko'rmagan tarbiyasizlar bo'lsa, yoki bu holatlar tarbiyani tarbiyasizdan ol deganimi? Bugun biz barcha musulmonlar tariximiz bilan faxrlanamiz. Ota-bobolarimiz undoq bo'lgan, bundoq bo'lgan deya. Ammo ertangi avlodlarimizchi, ular ham bizdan shunday faxrlana olisharmikan? Yoki tarix haqidagi qaysidir minbardan joy berilib qolsa-yu, so'zga chiqqanida bizni hozirgi holatimizni mana bunday ko'zida yosh bilan so'zlab berarmikan? Islom yaralishidan to 20-asrgacha bo'lgan dindosh ota-bobolarim dunyoni titratib tashlaganlar. Birgina muslima ayolni himoya qilish uchun dushmanini qirib tashlaganlar. Ammo 21-asrda yashab o'tgan ota-bobolarim negadir birgina muslima nomusini himoya qilish u yoqda tursin, millionlagan musulmonlarni himoya qilish uchun ham dushmanlarining yonida bir og'iz so'z ochishga qo'rqqan, yuraksiz qo'rqoqlar bo'lgan. Zolimlarga do'stlik qo'lini cho'zgan deya yoki bizlardan or qilarmikinlar? Sharqiy Turkiston Xitoy hukumatining qo'l ostida bo'lishligiga qaramay, Uyg'urlar avvallari boshqa turkiy xalqlar bilan yaxshi munosabatda edilar. Mana shuning uchun ham jazoni nomini Xitoylar qayta tarbiyalash lageri deb nomlashdi. Maqsad boshqa turkiy xalqlar bilan aloqalarini uzish va tamomila ularni kofir qilishdir. Xitoylar qayta tarbiyalash lagerlarida Uyg'urlarni, madaniyatini, milliy kiyimlarini, Uyg'ur ona tilini va boshqa urf-odatlarni yo'q qilish uchun har qanday zulmdan tonmayaptilar. Hatto fuqarolarni kuzatish uchun GPS va Huawei kompaniyasining texnologiyasi yordamida turli xil kameralardan foydalanib, odamlarning avto angorini, xatti-harakatlarini, har bir millimetrgacha bo'lgan masofalarni kuzatish bilan xalqni zulm ostida boshqarib kelmoqda. Tasodifan ommaviy axborot vositalari tufayli Xitoyni mana shu marazliklari oshkor bo'lib tarqala boshladi va borgan sari Xitoy yashirib kelgan ko'p sirlar fosh bo'lib bormoqda. Bunga yaqqol misol esa oddiy o'quv sinfxonasiga bir emas naqd 5 ta kamera o'rnatilishidir. Bularning barchasi tarixdagi Xitoy xonligidagi zulmlardan kam emas. Bugungi Xitoy hukumatining bu vahshiyliklarining sababi Sharqiy Turkistonning asosiy qismidan temir yo'l va avtomobil yo'llari o'tgan markaziy region hisoblanadi. Bu esa Xitoyning 2,5 sharqda o'z hukmronligini o'tkazishga katta imkon yaratib beradi va shu bilan birga o'zining ashaddiy raqibi deb bilgan AQShni ham ortda qoldirishga, qolaversa bizning yurtlarda ham o'z ta'sirini oshirishga katta imkon deganidir. Bu maqsadlarga erishish uchun Xitoy hukumati to'liq Sharqiy Turkistonda o'z hukmronligini o'rnatishni va Uyg'ur xalqining tak tomiri bilan quritib tashlashni oldilariga maqsad qilganlar. Unutmaylik, Uyg'urlarni yengdi degani dunyoning bir qismida musulmonlarni xor qildi deganidir. Bunga yaqqol misol esa mana bu ma'lumotlar. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur viloyatining hukumat ma'muriyati musulmon bo'lgan Uyg'ur imomlarini qo'rqitib, ko'chalarda raqsga tushirib, yoshlarga islom dinidan ta'lim bermaslikka qasamyod ichirdi degan ma'lumotlar dalillari bilan internetda tarqalmoqda. Aytishlaricha imomlarni shahar maydoniga to'plashib va majburan davlatni madh etuvchi qo'shiqlar